Hay, yaxshimisizlar? Ma'qul javob yeb baqqanmi qizlar? Qanday videoda bo'lsin. Bugun sizlarga aytgan tomoqdan bo'lsa, jenjao. Tuxumimizni mush tayyorlab bo'lgandan keyin qizarg'icha pishirib olamiz. Pishirib, olib qo'yamiz bir yoqqa. Andan keyin jo'tsay, ya'ni kuda mush xil faslda jo'tsay bak chiqdi deyman qizlar. Ham bak yangi mizlik po'raqmi bak bor bu jo'tsayda. 3 shaq to'g'rab bo'lgandan keyin buningga ketarlik dardamalarni solamiz. Dasapda mush moy birga olamiz. Chunki nimish qadigan vaqtda jo'tsayning suvi chiqmaydi. Mayda bir qatam shunaq yaxshi aralashtirib bo'lgandan keyin buningga tuz, qarmoq, sira mush narsani aralashtirib, tekshi aralashtirib bo'lgandan keyin tuxumimizni solamiz. Tuxumimizni tekshi qilib, mush aralashtiramiz. Tuzni cho'qim yaxshi tetib olamiz qizlar. Ko'ksay issanlarda bo'lsin, tuzni baxilab ketmaydi. Shunga az-azdan silib tanishinglar. Mush xamirni odatning lag'manning xamiriga o'xshash qildim. Bak chig'imiz bak bo'sh emas. Cho'qim so'raysizlar bu sizning jildingiz nima degan yumloq deb. Bu jildini men mush ukamning stakanida mushta kovliq qilib yumloq qiladi. Avvalma birdan ochmayman, yo'g'in bir ichilib ashta qilolmam. O'zimiz yaxshi ko'rgan shaklda tugib tayyorlasak bo'ladi. Men o'zim sal nusxa chiqaray deb mushta tugdim. Buni tugamag'an qizlar odatda tugsang bo'laydi-jimi. Buning bir yo'q cho'katmaydi. Hamda tayyorlab bo'lgandan keyin hozir tingini tayyorlaymiz. Tianfen, ya'ni yumi tianfen kraxmal, lekin ozroq un, suv aralashtirib olamiz. 3 dan 2 qism tianfen, 3 dan 1 qism mianfen. Mushlarni tekshi aralashtirib olamiz. Paq quyuq qo'yatmaymiz, chunki qizarmish shu sal suyuqroq qizoq bo'ldi. Tugib olgan juvonimizni tekshi tizib olamiz. Mush qaznimizga ozroq moy qo'yamiz, chunki bak chizib ketmaydi. Ozroq moy qo'yib, mush tagini qizartirib olamiz juvonimizning. Sal qizargandan keyin biz bu ham tayyorlab olgan suvni tepsiga to'kib, suv qurug'ichi, ya'ni 10 minut atrofida chaqnab qolsak bo'ldi. Bak o'xshadi-jimi qizlar, cho'qim itib sinab qilinglar. Bir xil suv qilsab juvon yemay, men xildim yeb baqinglar, shunday o'xshaydi. Suv qurib bo'lgandan keyin buni og'zini ichib, qarjman sepib, buni qochimiz, taxsimiz ilib iste'mol qilsak bo'ldi. Bak o'xshaydi, cho'qim 6 raqam yo'lab qo'yinglar. Qo'yinjoq qilish unutib qolmanglar-jimi qizlar. Kunda har xil o'xshamagan tomoqlarni yo'lab bermay, xayr xo'sh.